Otlar xonasidan chiqqanda yerga dumalaydi, cho'miladi. Oxirgacha kuzating. Mana shu qora otni yerga maza qilib dumalaydi. Bu otlarning yerga dumalashi ham ajoyib va g'aroyib. Kerak bo'lsa vahimali desa ham bo'ladi. Che! Hey! Mana o'sha qora tulporning yerga dumalash holati. Bu otlarning aqlli hayvon ekanligini boquvchi ham, chavandoz polvonlar ham biladi. Juda ham aqlli. Nega deysizmi? Zanjir ilanib qolsa oyog'iga, bo'yniga o'zi amallab yechadi. Yerdagi qumni sezib qolsa, birinchi navbatda qumga dumalaydi. Keyin turpoqqa dumalaydi. Otlar haqida qiziq ma'lumotlarni sizga taqdim etamiz. Komment, izoh qoldiring. Hay maşallah. Ha. Ha? Ha, Allah saklasın.